Salam ekran oldidagi azizlar, Tarım Navasi programmasi orqali yana sizlarga xizmatda bo'la olganligimdan to'liq xushalman. Didor G'animat, men program riyosatchisi Mayra Qurban. Ko'rayotganinglar Şinjan Ko'nak fan texnika cheklik shirkati Ko'rgan media ishxonasi tarqatgan Şinjan Saray yemek-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajdaligidagi Tarım Navasi programmasi. Biz programmamizning bu alayda soniga do'stimiz Abdumitjon Abdukarimni taklif qildik. Abdumitjon, programmamizga xush kelibsiz. Rahmat. Oldindan söhbətimizni başlashdan avval şu ekran oldidagi do'stlarimizga salomingizni bir yo'lab o'tamsiz. Salom, Tarım Navasi programmasini tomosha qilib, ustozlar va bizga madad bergan barcha aziz qarindoshlar, hammalarning hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Naqshi do'stlar, Abdumitjon Abdukarimdan mehrli salom. Undaqda Abdumitjon, sizningki shu san'at sohasiga qadam besishingizdagi tunji bosqichingiz to'g'risida bir paranglashib o'tsak, sizningki shu san'atga qiziqib qolishingizda uydagilaringiz va yoki urug' tuqqanlaringizningki sababidan bo'lganmi, o'zingizningki ovozingizni qachondan boshlab shu naqsh esdan bo'g'idek mening ovozim shu naqshiga tushgudek o'zimda shu naqshiga nisbatan belgilik bir qobiliyat borki deb o'zingiz payqagan vaqtingiz qachon? Endi ustozlar qatnashgan programma va kasbdoshlar aytqanga o'xshash albatta endi bir naqshining o'zining bir hikoyasi bo'ldi-ki. Endi mening tug'ilib o'sgan yerim Oqsu Obod noyisi. Mening dadam o'zi bir ziyoli ham xalq san'atkori. Biz 5 bola, men bolalarning cho'ng bo'lgandan keyin kichik vaqtlarimizdan tortib endi onam tarafdan yana 8 qarindosh bo'lib bular shu milliy chalg'uning hammasini qilib chala oladigan bizning noyimizdan belgilik ta'sir qo'zg'agan nurg'un o'quvchilarni yetishtirgan xalq san'atkorlari. Shu kichik vaqtlarimizda mahallada, shu qo'rada, shu ustozlarniki al nag'm mashrab muqomlardan huzurib cho'ng bo'lgan. Shu jarayonda ham ustoz bizga shu xalq naqshlaridan, shu balvaqtlarimizdan tortib imtihon ustida topshiriqlarni berib turdigan. Keyin ma'lum shu 15-16 yoshga kirgan vaqtimizda hamda hozirgi zamon Uyg'ur ommabop naqshchiligining sarkillari shu bir qancha nafar ustozlarimizning naqshlari bilan uchrashdik. Men shu vaqtda endi xalq uslubdagi naqshlarni o'rgangan bo'lsammi, ommabop uslubdagi bu zamonaviy holatdagi naqshlardan qang'uch huzurilib bak yoqtirib qoldim-da. Endi men aytdim ustozga, "Mushu naqshlardan men bak yoqtidi, mushundan bir o'rgansam" degan. Keyin dadam mening shu ovoz doiramning ommabop uslubga tava ekanligini his qilgan. Shuning bilan bizning hozir qalb to'rimizga shu hurmatli ustozlarimizning naqshlaridan topshiriq sifatida ko'proq mashq qildirib, shu jarayonda men ustozlarimizning hisobda nurg'un naqshlarni mashq o'rgangan bo'ldim. Shu vaqtga hamda oddiy bo'lsin to'ylarda, oddiy faoliyatlarda atrofimizdagi har millat qarindoshlarimizga aktiv bir energiya taqatdik. Shu vaqtga hamda bizningki oilamizdagi üstüp cho'ng yetilish jihatga bo'lsin yoki jamiyat jihatga bo'lsin, hamda bu san'atdan iborat o'zimiz eng yaxshi ko'rib, suyib anglaydigan bu temaga men shu hamda ustozlar va kasbdoshlarga o'xshash bir yurakdagi o't yalqinchigan bir ishtiyoq bilan hozirgacha davomlashtirib kelyapman. Buning asos sabab bo'lgan hamda bizning shu oilamiz. San'atchi oilasi-kanda. Endi onam shu men cho'ng bo'lsam dutta ochilib naqsh aytdiki, garchi hamda davomlashtirishga hamda balkim turmush va yoki boshqa bir xizmat sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ular hamda izchil davomlashtirib qilmagan bilan bizning oiladagi bolalarni hamda shu asosda ashuna yetishtirgan. Garchi shu san'at bilan shug'ullangan bo'lsa-mu, ularningki shu san'at jihatda belgilik bir talanti bor deb tushunaqo. Abdumitjon, men sizningki shu tarjimalarningizni ko'rish jarayonida sizningki nurg'ulg'an ijodiyatlarni qilganligingizni ko'rib o'tdim. Undaq bo'lsa, shu o'zingizningki ijodiyatlari to'g'risida bir so'zlab beramsiz? Yuqorida bayon qilganga o'xshash, ma'lum bir yoshga kelganda san'atdan iborat o'zimizning ko'nglimizdagi shu orzularimiz, g'oyalarimiz bo'yicha 2018-yil 12-oyning 8-sida barliq aziz do'stlarimizning, har millat qarindoshlarimizning ko'ngil huzuriga ilmiz Jaruzimin ham teksti bilan shaxs studiyasining atortlashtirishi bilan qachon bir temizki naqshimizni berdik. Shu naqshimiz taqilgandan keyin ustozlarmi yaxshi bolalarni berdi, har noyatli do'stlarimiz yoqtirib angladi. Endi mening ijodiyat qilib qilishimdagi yana turtkilik bo'lgan endi mushu tunji ijodiyatni ham tilg'amay turolmaymiz bu yerda. Mush ijodiyatda sizlar qarindoshlarimiz, ustozlarimiz qo'llagandan keyin shu beshimizni o'tkazgan reallik bilan o'zimizniki bir ijodiyat teksti va muzika yozig'imiz keldi.
Barbara bunu ilmiy bitirib qilish qanday bo'lganda hamda buning texnik saviya, yaxshi bir o'rindash, tekis haqiqiy turmushdan elingan bo'lish, demak bir ijodiyat jarayoni haqiqiy bir san'atlik bo'lish, ilmiy bo'lish jarayonida nurg'un o'ngsizlik uchirdik. Shuning bilan atrofimizdagi yaxshi muzika do'stlarimiz bilan nurg'un sirlish orqali bu jarayonda hamda bir qancha tekisni yozdik. Yezib yaqinda hamda bir taqatgan ijodiyat bir suratlik naqshimiz bor. Dardida deydigan. Bunun tekstini inimiz Ömer Caruz Binhan teksti bilan muzikasini o'zim yezib tarqatdik. Bu naqshimi nazarimizda ham o'zimizga nisbatan cho'ng bo'lgan bir ijodiyat bo'ldi. Bunu taqatgandan keyin ustozlarningki bergan basimi yaxshi bo'ldi. Qarindoshlarimiz yaxshi madadlarni berdi. Shu munosabatda hozir yana hamda bir qancha yil yana bu jarayonda atrofimizdagi shu yaqin do'stlarimiz bilan, bolalar bilan izlanib, yaqinda o'zimizniki yana qachon uchtimiz plastinkamizga tayyorlik xizmatlarini qilyapmiz. Bu plastinkaga 12 dan 14 kishi naqsh tayyorladik hamda hisobda 7 dan 8 kishi naqshining ijodiyat teksti va muzikasini o'zim yozdim. Hozir hamda yuqori tilga ilingan shaxs studiyasi, sarkuy studiyasi bir qadar hamda shu nupusliq ustozlarning va kasb pishqon san'atkorlarning muzikasini ishlagan shu studiyalar ishlab eng yuqori saviyada bizga topshirish olib turibdi. Yana partiyamizning yaxshi siyosatlar ostida biz o'z navbatida 15 kunda oyda bir qatam mushniki suratlik nusxasi bilan xalqimiz bilan eng yaqin aloqada uchrashib taqatmoqchi bo'lyapmiz. Bo'ldi, rahmat sizga. Undaq bo'lsa Abdulmejjon, hozirgacha necha o'zingizniki necha ijodiyati bordi? Men hozirgacha e'lon qilgan ijodiyat naqshlarining jami soni 29. Buningki 20 necha tilli suratlik ko'rdim temisidagi bizningki 2 yil oldida bir plastikimiz taqalgan. Buningda hamda ma'lum tayyorliklarmi yaxshi bo'lgan sabablar tufayli 6 tal naqshni bir plastik qilib e'lon qilgan. Shu naqshlar bilan jami 29 tal naqshimiz hozir Bangyon muzikasida do'stlarimizning anglishiga qo'yib berildi. Bo'ldi Abdulmejjon. Shunchalar ijodiyatlarni qilgan ekansiz, cho'qim bugungi sahnamizga quruq kelmadingiz deb o'ylayman. Bugun qanday bir ko'ngil sovg'atlaringizni olib kelgansiz? Tarim Navoz programmasininki rangdorlik uchun ham o'zimizning keyingi qadamlarimiz uchun bugungi bu katta so'rovimizga yaqinda mush plastikadagi o'zim orzulab yaxshi ko'rib aytadigan, anglaydigan naqshlarimdan ijodiyat teksti va muzikasini o'zim yozgan. Hayotimizning ma'nosi, qalb dunyoimizning kultajisi bo'lgan mehribon onajonlar uchun onamni seg'inib temiski naqshini olib keldim. Bo'ldi, ekran oldidagi do'stlarimiz bilan naqshingizdan tang hozirlanaylik. Rahmat. Sevginim sizni can ana Kuyurib alsam ruhsarin yüzni Sevginim sizni can ana Kuyurib alsam ruhsarin yüzni Tang şamilli elip gel suçum Canım ana yedlirin yüzni
Akşam milli illik kel suçum Cinnim ana yedlerinizni Düşlerimge kirim can ana Turab sizni bağrımga basa Turab sizni bağrımga basa Bizge bergen sütleringizge Tümen mıngcan təsəddüq kılar Bizge bergen sütleringizge Tümen mıngcan təsəddüq kılar Ben qarayman yollaringizga Ko'zim surday qo'llaringizga Bag'rim yaray onajonimga Qani vallahi didoringizga Qani vallahi didoringizga Kechüramsiz mihriban ana Oğlunuzni, qizlarinizni Kim o sizni teberrükdimiz Aklaymiz bu ümidinizni Kim o sizni teberrükdimiz Aklaymiz bu ümidinizni Aklaymiz bu ümidinizni Avlimitcan naqşlarınızı anlap ötdük. Tolama güzel küylerini bizge epkepsiz. Barcha anılarımız aman bolsun. Rahmat. Avlimitcan siz nurg'un ijodiyatlarni qilibsiz. Mushunchalar ijodiyatlarni qilish jarayonida cho'qim nurg'un issiq sovuqlarga, boshqalarning issiq sovuq muomalalariga uchradingiz. Va yana shundaqla atrofimizga mehrli kishilarningki muhabbatli qo'llarini sunishiga ham uchradingiz deb o'ylayman. Ammo shu ijodiyatlarni qilish jarayonida siz uchragan boshqa qiyinchiliklaringiz sizga yaqindan hamdamda bo'lgan shu do'stlaringiz, urug' tuqqanlaringiz to'g'risida bir paranglashib boqamdiq. Rahmat, nayt yaxshi temidim birini so'rdingiz. Endi bu ijodiyatlarni qilish jarayonida
Albatta hamda san'atdan iborat bu g'oyat zo'r cho'ng bir temaga nisbatan o'tliq bir muhabbat bo'lishi lozim ekan. Ikkinchidan hamda ota-onadan qilib qolgan bir naqsh etalaydigan ovoz pardasi to'liq mo'yib. Bo'libmi hamda ustozlarimizniki yaqindan yarıyak bo'lishi, mushunda millat qarindoshlarimizning naqshimizni suyib anglashi texim mo'yimkan. Hamda bu ijodiyatlarni qilish jarayonida hamda san'atdan iborat bu cho'ng temaga her bir ijodiyat qilish uchun ham nurg'un iqtisod ketadigan gap. Buni bu tema ustun to'xtalmasakmi, qolgan jarayonlarga kelsak hamda albatta buning ham o'zguchilik jafo mushaqqatlari bor. Lekin hamda biz tatgan jafo mushaqqatlardanmi mayli ustozlarimiz bo'lsin, mayli sizlar bo'linglar, qarindoshlarimizning mehr muhabbatiga erishganimiz ko'p bo'ldi deb o'yladim. Ham shundoq bo'ldi. Shu sababdan ham nurg'un ilhom madadlar ichida g'oyida hamda shundoq rayimiz yansimi, g'oyida shundoq charchsaqmi, ya'ni bir o'zimizdagi mushu bir oddiy ovoz orqali har millat xalqiga ustozlarning izidan besib Jonxon madidatiga bir az to'la to'kibimizni qo'ssaq degan arzu armonlar bilan davomlashtirib kelyapmiz. O'zingizning erib charchashlardan bekrak shu san'atga bo'lgan ichingizga bir o't besib tushdi shundoqmi? Albatta shundoq. Undaq bo'lsa, shu ijodiyatlarni qilish jarayonida sizga yaqindan yordamda bo'lgan, sizni qo'llab-quvvatlagan do'stlaringizga, urug'-tuqqanlaringizga deydigan qanday bir yurak so'zlaringiz bor? Bu ijodiyatlarni qilish jarayonida men bek nurg'un odamlarning mehr muhabbatiga uchirdim. Ham taraytib aytgan vaqtning o'zida bir ijodiyat bitish uchun hamda ma'lum bir studiyani misol qilsak, nurg'un ham ijodiyatchilar her bir bilaklardan tatib toki shu ro'yobga chiqib bo'lg'ich arliqda nurg'un biz bilan sirdishib o'zining jafo mushaqqatlari mehr muhabbatni yetkazib turadigan gapga hamda mush ijodiyatlarni nol saviyadan boshlashning jarayonida men bizga yaqindan yordam qilgan shoirlarimizga tilga ilinmagan har bir studiyadagi shu qadrdan aziz san'atkorlarimizga jumladan ustozlarga, ota-onamga, ayolimga, farzandlarimga, qarindoshlarimga hammanglarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bo'ldi. Sizlarga bundan keyingi san'at hayotingizga teximiz zo'r utuqlarni tilaymiz. Oilangizga baxt, xotirjamlik, xushal-xuramlik tilaymiz. Rahmat. Abdulmitjon bizning shu Tarim Navosi programmasi yo'liq qo'yilib hozirgacha nurg'un do'stlarimizninki yoqtirib ko'rishiga, yaxshi fikrlarni berishiga erishib kelyapti. Biz ham bundan keyingi programmamizning texmi yaxshi bo'lishi uchun tirishimiz. Siz programmamizga qatnashgan ekansiz, chuqur bizga bergan taklif fikrlaringiz bor albatta deb o'ylayman. Bizningki programmamizning bundan keyingi texmi yaxshi chiqishi uchun, do'stlarimizning texmi yoqtirib ko'rish uchun qanday bir qimmatli taklif fikrlaringiz bor. Bundan keyin bizni yana qandayroq bir holatda ipasa texmi yaxshi bo'lgudek mush programma deb o'ylaydigan qanday bir ko'ngil so'zlaringiz bor, shularni anglab baqsaq. Yuqorida aytgandek Tarim Navosi programmasini birinchi sondan boshlab ko'rib kelyapman. Bu jarayondan programmani izchil ko'rish yana birisiga hamda programmaning davomlash jarayonidagi mayli kasb tutgan muomalajatdan bo'lsin, mayli programma qatnashgan ustozlar bo'lsin, kasbdoshlarning rozimanlik tuyg'usi bo'lsin, yaxshi bog'lar bo'ldi-da. O'z navbatida hamda o'zimning ko'z qarashimda Shinjongdagi nufuzli programmalarning birisi bo'ldi. Programmaningki ishlash jarayoni bo'lsin, san'atli kasbiy bo'lyapti. Hamda mening o'zimning fikriga kelsak, program qatnash jarayonida mis qildim hamda mayli har bir bilaklar bo'lsin, yaxshi bo'ldi. Hamda mening deydiganim shuna bir yaxshi programmani uyushtirgan mayli sizlarga bo'lsin, o'sha rejissyorlar guruhiga barliq qarindoshlarimiz bo'lsin, chin ko'nglimdan rahmat aytaman deylayman. Programmalar bundan keyin texmo katta utuqliq bo'lgisi, eng nufuzli programmalarning qatoridan bo'lgisi. Sizga ham rahmat. Mana bu shunday sizga o'xshash qo'llag'uvchilar, ko'ngil so'zlarini deb bizni qo'llab-quvvatlab turadigan sizga o'xshash yosh naqshchilarimiz bo'lg'ashqa, biz ham erib charchig'imizni unutib, programmamizning texmi yaxshi ish uchun kuch chiqaryapmiz. Bundan keyin texmi yaxshi chiqish uchun butun kuchimiz bilan sizlar uchun xizmat qilamiz. Rahmat. Xo'sh, qadrli do'stlar, vaqt e'tibori bilan Shinjang Ko'nak fan texnik chekish shirkati ko'rgu media ishxonasi tarqatgan Shinjang Saray imek-ishmak mulozimat chekish shirkati tajdorligidagi Tarim Navosi programmamizning bu sonini mush yerda oxirlashtirish oldi turibdimiz. Ekran oldidagi do'stlarimizning bu programmamizni yoqtirib ko'rishni va shundaqla qimmatli taklif fikrlarni berishni chin dilimizdan umid qilamiz. Va yana shundaqla programmamizga qatnashish orzusi bor do'stlarimizni chin ko'nglimizdan qizg'in qarshi olamiz. Tarim Navosi programmamizning keyingi sonlari texmo rangdor, texmo sarxil. Men sizlarni Tarim Navosi programmasida saqlayman. Kelar sonda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.